الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ning 144-oyatiga keldik. Bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarning mazmuniga munosabatlik bir shaklda mu'minlarga xitob qilyapti. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning ichki dunyosini bizga ochib bergandi. Ularning nima uchun mu'minlarni qo'yib kuffarlar tarafdan sap oladiganlik yar oladiganligi, nima uchun mu'minlarni qo'yib kuffarlarni o'ziga texim yaqin, texim o'zining velisi, o'zining do'sti, o'ziga yordam beradigan deb qaraydiganligining sababini bayon qilib bergandi. Ya'ni chunki bular kuffarlarni g'alaba qiladi deb qaraydi va shu asosda shular tarafda turish orqali o'ziga izzat topmoqchi, sharaf topmoqchi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buni ilgirki oyatda bayon qilgandi. Bundan keyin ma oyatda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib davotida ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina. Ey mu'minlar, sizlar mu'minlarni qo'yib kafirlarni o'zingizlarga do'st yoki o'zingizlarga sahib chiqadigan kishilar, o'zingizlarga yaqin kishilar deb bunda qilmanglar. Allah uchun sizlarning ustinglarda ochiq oshkora paket hujjat qilmoqchimisizlar degan shaklda xitob qilish orqali mu'minlarni munofiqlarga o'xshab qilishdan, ular qilgandek ishlarni qilishdan, ularning mavqesi turishdan qanoq bo'ladi, tuzavadi. Ya'ni oyatning tarjimasini ko'rib o'tib qarindoshlar, bu bir mu'minlarga qilgan xitob nuqtasini aytgan vaqtda iymon mantiqisidan chiqish qilib turib, iymon mantiqisidan qarab turib, sizlar bir mu'min deb aytadi Alloh ma'urunda. Ilgirki oyatda biz sizlarga munofiqning ichki dunyosini aytib berdik. Munofiq ilgirki oyatdagi tasvirlangan tasvirlar bo'yicha mu'minlar g'alaba qilib qolsa, mu'minlardan o'zining o'lishini olmoqchi bo'ladi. Kofirlar g'alaba qilib qolsa, ular tarafdan o'zining nasibasiga erishmoqchi bo'ladi. Tilda mu'min, dilda kafir ve ahirki hesapta xuddi kafir g'alaba qilgandek bir xil tuyg'u bor. Shunlashqa ular g'albiga shular tarafdan erishmoqchi, izzatga shu tarafdan erishmoqchi. Shunlashqa kafirlarni ular do'st tutadi, kafirlarni o'ziga sahib chiqadi deb o'ylaydi degan shaklda xitob qilgan degan. Endi sizlarning iymoniy mantiqanglarni o'zlaringlarni haqiqiy mu'min deb qaraysizlar. Sizlar haqiqiy mu'minsizlar. Mushu nuqtadan turib kuffarlarni do'st tutishinglar yoki ularga yaqinchilik bildirishinglar asla va asla to'g'ri emas. Ammo munofiqning masalasini biroz tushungandim. Chunki ularning qalbida bayatni deb o'tgandek ikkilanish bor, taraddud bor, iymonning bir tarafi bor, kufrning bir tarafi bor. Ma taraf tassa, ma tarafga yaqinlashadi. Kufr taraf tassa, u tarafga yaqinlashadi. Ammo sizlar munofiqlar bilan tamamen o'xshaysizlar. Munofiqlarning tili musulmon, dili kafir. Ammo sizlarning tilinglarmi, dilinglarmi hamnimo musulmon, mu'minsizlar. Anda o'qandan keyin sizlarning unda qilishinglar asla va asla nima emas, to'g'ri emas. Alloh subhanahu va taolo inson o kadar merhametlikki qarindoshlar, insonni oxirgi nishon bo'lgan jannatga uzang top
o'zing yo'l top. Sana aqlni yaratib qo'ydim. Aqling bilan hamma ishni qilib ol demadi. Marhamat qildi insonga. Insonning tabiiy aqli va aqli bilan nurg'un ishlarni bayqay oladi va nurg'un ishni bayqay olmaydi. Şunlaşqa Allah subhanahu wa ta'ala insana merhamet qilish uchun aqallisi bu dunyoni yaratquchining kimligidan tortib, nima uchun insonni yaratganligi, insonning vazifasi nima, undan keyin inson oqibatda ne ko'rib to'xtaydi, dunyodagi qilgan etkinning jazo mukofotini qana shaklda oladi. Buni bizga payg'ambarlarni avatish orqali, kitobni tushirish orqali kitobni tushirish orqali bayon qiladi. Nima uchun qarindoshlar? Chunki inson shunday bir maxluqki, vaqti kelsa, yo'q, men ko'mabdi kelma deb turdi. Vaqti kelsa, men anglamabdi kelma deb turdi inson. Vaqti kelsa, ey Alloh, bizga payg'ambar avatmabdi kellar, bizga bildamabdi kellar, bizga uqtamabdi kellar deb turdi. Alloh subhanahu va taolo insondan butun mushu bahane sebeplerinin hemmini yok qilish uchun kitob tushirdi, payg'ambar avatdi, askar tutdi, hech qanday bahane sebep qolmaydi. Sura Anfal'ninki 42-oyatda liyahlika man halaka an bayyinatin ve yahya man hayya an bayyinatin. Tuguşdiganmi, aniq paket delil ko'rib turib tugassun. Yani kıyamet günü Allah'ın aldığı olganda onun özür aytadigan tarafı qolmasin. Ma hidayet yolunu tapadiganlarni paket, hujjat asosida tapsun ki o'zining kelgusidagi oladigan mukofot jazosining nima ekanligini bilsin. Endi Allah ma oyatda mu'minlarga shunday da'vat etdi. Sizlarning oldinglarda hujjat bor, paket bor. Sizlar mu'min, anglab bo'ldinglar hammani. O'zingning vazifasi nima ekanligini bilib bo'ldinglar. Munofiqlarga o'xshamaysizlar. Endi sizlar bilib turib, hammani tushunib turib, payg'ambardan anglab turib, Qur'ondan o'qib turib, ko'rib turib, yana ashta qilsanglar, bu sizlarni azoblashga yetarli bir delil bo'ladi, fakt bo'ladi. Mashta bo'lishni xohlamsiz deb aytib. Oyatning oxiridagi aturiduna an taj'alu lillahi sultanan mubina. Yani sizlar mashta bo'lishni xohlamsizlar. Sizlar munofiqlarga o'xshamaysizlar. Yani sizlar hammani bilasizlar. Hammani anladinglar, hammani tushunasizlar. Endi bunday qilsanglar, sizning azoblanmoqdek hech yerga qolmaydi. Jazoga uchirmoqdek hech yerga qolmaydi. Kelgusida kun kelib azobga duchorgan vaqtda, ey Alloh, biz uqmabdi ekanmiz deydigan yeringa qolmaydi. Chunki sizlar hammani tamoman to'liq bilasizlar. Degan shaklda mu'minlarga bir ogohlantirish beryapti. Oyatning oxiridagi sultanan mubina uçuk paket ifadesi kullanıldı mayada. Çok uçuk paket yani bazı bunda insanlar oturursa dava dasturlarda mesele aydın bulmay kalsa, şek şüphe kalsa advokatlarını seliş arkalık, inçki noktalarını tahlil kılış arkalık belki bir adam davadan kutulup kalışı mümkün. Özünün davasını galip kılıp çıkarılışı mümkün. Lakin ma halette sultan-ı mubine ki sizin aklı odek hiçbir şey kalmaydı. Hiç qana nas qolmaydi oldinglarda. Yani tamamen sizlar tugusizlar. Demakki Allah subhanahu va taolo. Undan keyingi oyatda 145-oyatda endi munofiqlar haqida kelayotgan gap. Arada mu'minlarni bir askartdi munofiqlarning ish harakatidan. Yani munofiqlarga o'tdiki innal munafiqina fid darkil asfali minan nar va lan tajid lahum nasqira. Munofiqlar do'zaxning en tüven katılımıda, en tüven derecesinde buludu. Sen ulağa hiç yardım bəgücüne qanaqlanmaysa, tapanmaysa. Ama şu biz uzundan beri Kur'an dersi bilen buluvatımız qarindoshlar. Kur'an'ın hitap şekliga, ifade şekliga qarag'inimizda, yani imani terbiye uslubuga qarag'inimizda Allah subhanahu va taolo qachon Kur'an'da kufar haqida gap qilsa, ehli kitap haqida gap qilsa yoki munofiq haqida gap qilsa, shularga munosabatlik ba'zi kamchiliklarni, shularga munosabatlik xatoliklarni so'zlagandan keyin qisqagina qistirib mu'minlar to'g'riliq bir mazmunlarni keltirdi. Mu'minlarni munofiqlarning ahvolidan qochirish, ahli kitobning sifatlaridan
qaçırış, müşriklerning qilayotgan nachar qilmishlardan mu'minlarni qana qilish, saqlash. Lekin mu'minlarningki vazifa xarakterli ba'zi sifatlarini, jannatga kirishga sabab bo'lgan ba'zi sifatlarini so'zlaydi. Bu Qur'onning tarbiya uslubi. Asli maqsad bo'lgan munofiq, kofirlar haqida so'zlab ketibdilar, mu'minlar haqida so'zlaydi. Ularning o'tiridagi farqlarini shu orqali bizga qanaq qo'yib bildirib qo'ydi. Ma'yatdimi? Shunda mu'min to'g'riliq gap o'tdi, ya'ni gapning asli temizga qaytdiki, munofiqlar do'zaxning eng tuvan qatlamida bo'ladi. Ana shu qatlam deb tarjima qildim, daraja deb tarjima qilsam ham bo'ladi. Bir hadisda nima? Bir asar keliglik asarda an-naru darakat kama annal jannatu darajat. Jannatning darajalari bo'lgandek, do'zaxning mo o'zguchlik darajalari bor. Uyg'urchada ikkilisini daraja deymiz endi. Biz Uyg'urchada yuqoriga o'rilganmi daraja, tuanga o'rilganmi daraja. Ayırıp ifadeleşte yukarı derece yoki daraja o'rildi, bir daraja tushdi degan shaklda o'rlash, tushish yoki yuqori tuvan ifodalar bilan ifodalaymiz. Ammo arab tilida ikki xil ifoda bor buningga. Yuqoriga o'rilsa, buning ismi arabchadagi daraja. Bizning uyg'urchaga daraja bilan yaqin so'z. Ammo tuvanga tushsa, buning ismi daraka, darakat. Ma'yatdagi fi darkil asfali degani eng tuvan qatlamni Allah subhanahu wa ta'ala bu yerga qanaq qiladi, ifodalayapti. Ya'ni demakchi o'g'ini shuki, men ifodalayolgan bo'lsam, bu palampay shakldagi bir daraja. Ustiga o'simi palampay shakldagi bir daraja. Bir odam yaxshi ishni qilgan sira bir daraja o'rlab eng ustiga chiqadi. Yomon ishni qilgan sira bir daraja o'rlab pastga tushadi. Ma'yatda munofiqlarni eng tuvan darajaligini, munofiqlarning ish harakatiningki, ishlar ishidagi eng rezil, eng ig'ir jazo beriladigan, ularning zodi bundan qutulishi yo'q bir ish ekanligini bizga ifodalab, birisi dark ifodasini qo'llandi, andan asfal en tuvan ifadesini qo'llandi ki bundan tuvan daraja yo'q. Yani munofiqlarning ish harakati o kadar ig'ir jinoyat ki, o kadar xatolik ki, undan yuqori bo'lib beriladigan jazo yo'q. Yani bular eng yuqori jazoni qanday qiladi, tatidi degan ma'noda masalaning ig'irligini Alloh subhanahu va taolo bizga qanday qilyotdi, tasvirlayotdi, ifodalab beryotdi. Endi ilgirki oyatlar qaragan vaqtimizda bizga munofiqlarning ahvoli tasvirlanib keldi. Hatto urush saflarida mu'minlar bilan bir safdan o'rin olgan taqdirdami, mu'minlarga yordam berish emas, balki oldidagi dushmanni himoya qilish uchun saf oladiganligi. Andan bularning yana bir alohida xususiyat sifatlaridan birisi muqim turaqliq nima yo'q bularda, ideya yo'q, xarakteri yo'q, o'zlik yo'q bularda. O'zlik yo'q. Bular nada bularga payda chiqdi deb qarasa, shu yerni o'rin oldi Allah. Hatto ideya jihatni shunga tayyorlik qiladi. Ishlarini shunga ko'ra o'rinlashtirdi. Buni muzabbabina bayna zalika la ilaha illa va la ilaha illa. Ya'ni bular buning o'tirisida ashta bir mengib turadi, turaqsiz. Aning qashidimi muqim o'rin olmaydi, maning qashidimi muqim o'rin olmaydi. Mush ahvollar bir-birlar bayon qilingan vaqtida İnsan bulağa nisbeten acayip bir lanet okuyduğun bir dereceye geliyordu. İnsanın zihni bunu edem modeliğe geliyordu. Bulağının rezillikiye tamamen kalladın üdüdü rezilliki. Yani bizim muşi dereceye ekegenden kiyin andan kiyin bizim ideyemiz şununla hazırladı ki bula edemin en eskisi iken. Hatta kafir bilmezki ekan. Çünkü biz deb o'tdik nurg'un darslerimizda kafirning muqim turaqliq ideyasi bor. Qalbida shu ideya bor, tilda shu ideya bor, harakatida shu ideya bor. Yani turaqliq bir jism, turaqliq bir maxluq yani. Ama munofiqchi desa, qalbi boshqa, tili boshqa, hatta u yerdagi ishi bilan bu yerdagi ishi boshqa. Ondan bu insanların nimdigli olsun. Müslümanlığı asla yakına kelgen olmaydı. Kafirlikni tuvan bir holatda olgachqa, bunu anlıqçı olgan kişinin zihni buluğa qanda jazo bersa haqliq kişilik ekan bu.
Buni zodi qutuldirib olishga bo'lmaydi ekan. Bularga rahim qilishga bo'lmaydi ekan degan kelgan vaqtda Alloh bularga eng og'ir jazoni e'lon qildiki, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bu yerda mu'jiza berilgan vaqtda hamma bosh lingishidi bunga. To'g'ri, bularga mushta jazo berilish kerak ekan. Hech kim qilchilikni hissdoshlik qilmaydi. Bularni qutqizishga birisi urinmaydi. Bularga bunda jazo berilmasa ekan degan bir tilmi bo'lmaydi, dilmi bo'lmaydi. Shunga oyatning oxirida valan tajida lahum nasira. Ularga hech bir yordamchini qana qilmaysa, topmaysa. Ya'ni bularga hech ishag'iradigan birisi bo'lmaydi, hissdoshlik qiladigan birisi bo'lmaydi. Uning ustiga bu kishilar hissdoshlik qilib bununla yordam berib qutqizib oladigan ahvol dunyoda. Oxiratchi limanil mulkul yawm lillahil vahidil qahhar ki qiyomat kunisi oxiratda butun huquq, butun mulk Allohga oid bo'ladi. Hech kim bularni qutqizib olishga nima yetmaydi, kuchi yetmaydi. Hatto u kuchi yetib qolgan taqdirda bularga hissdoshlik qiladigan odam bo'lmaydi. Chunki ahvolni o'qiya biz. Yani eğer işte farz qilsak oxiratda tabiiyki hech qanday odamninki hech qanday bir ishni qilish huquqi olmaydi. Ondan keyin hamda Alloh subhanahu va taolo munofiqlarga nait ig'ir bir jazoni berdi. Hammalarning kallasida bular mushjazaga loyiq ekan degan bir nuqtaga yetib keldi. Bu eng nihoyiy jazo qarindoshlar. Bundan o'ta buning u tarafida jazo yo'q. Endi buning bilan munofiqlarning butun eshiklarini taqib o'timizmi? Bilimiz har qanday bir guruhning ichida petib ketganlari bor. Boshlari bor. Ammo yangi qatilganlar bo'ldi. Ikkilanayotganlar bo'ldi. Qalbi sog'lom bu yo'lga kirib qolgan keyingi chekinish ehtimollari bo'ldi. Munofiqlarga bu shaklda ishni taqib o'tish oxil insonlarning texmi askilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni bir davomli davatgan bir gapimiz var. Yamanlıqның işkini taqib o'tish, ya'ni yamanlıqqa nisbatan chekinish yo'li qoldirmaslik yamanlıqның texmi avj elishiga sabab bo'ladi, texmi ilgarilishiga sabab bo'ladi. Xudoga har doim Alloh subhanahu va taolo o'ziga shirk keltirganni kechirmaydi, qolgan gunohni kechiradi emasmi? Bir ish qo'yadi. Hatto shirk keltirganlarga bir ish qo'yadi. Çekiniş işigi, yani tövbe bilen çekiniş işigi. Del munafiqlarga 146. ayette bir iş koydu Allah. Bir çekiniş yolu koydu ki illellezine tabu ve aslahu ve atasamu billah ve ahlasu dinahum lillah feulaike ma'al mu'minin ve sawfa yu'tullahul mu'minine ecran azima. En yukarı kattık azap, yukarı lanet mesela. Yukarı hükümden qutulib qoldiq Allah kim o desa, mush tövbe işkidan o'tganlar. Illallazina tabu. Qanaqa Allah tövbe qilganlar. Munofiqlikdan tövbe. Munofiq bo'lgandan keyin bir qator yomonliklarni qiladi qarindoshlar. Bir qator chirikliklarni qiladi, bir qator fasodchiliklarni qiladi, bir qator buzg'unchiliklarni qiladi. Ondan keyin buning tövbe qilib bo'lgandan keyin birinchi buning ustiga tushadigan vazifa o'zining qilgan fasodchiligini, o'zining qilgan eskilikini buzgan yerlarini tuzashki va aslahu. Bular isloh qilganlar deydi. Birinchisi tavba qilganlar. Biz balkim so'zlab bo'ldik nurg'un darslarimizda tavbaning shakli va shartlari burunqi ishlaridan qo'l uzish, ikkinchi qatim u ishga qat'iy qadam bosmaslik. Bu birinchi talab, ya'ni bu birinchi shart. Ikkinchisi va aslahu ki munofiq vaqtida yoki shu to'pning ishidagi vaqtida buzgan ishlarini, o'tkazgan jinoyatlarini yo'g'onlar, xatoliklarini qanaqalar tuzatganlar. Bu ikkinchisi. Uchinchisi qarindoshlar, biz bayat munofiqlarningki ilgirgi darsimizda ekan bayatni azroq eskartib o'tdik. Munofiqlarning asosliq alohidliklaridan birisi kim g'alaba qilib qolsa shundan foydalimiz. Şu arqılıq özümüzün mənfəətini saqlayımız, izzetimizni saqlayımız degan bir ideyası var. Yani bularning kallasida Allah yo'q. Bular mu'minlar g'alaba qilsa, u yerdan olmoqchi o'zining izzetini, kuffarlar g'alaba qilsa, u yerdan olmoqchi. Yani Allah yo'q buning kallasida. Allah subhanahu va taolo munofiqlardagi bu cho'ng kasal, cho'ng marazga qarata tavba qilgandan keyin bulg'a qo'yiladigan 3-chi shart
Va'tasamu billah. Va'tasamu billah. Yani Allah'a qattiq qana qilish, esilish. Onun qishig'i olsam aziz ulamanmi? Bunun qishig'i olsam aziz ulamanmi? G'albi uning qishidimido? G'albi buning qishidimido? Qaysi g'albi qila? Kim ufta? Ma shaklda menish asla to'g'ri emas. Munofiq tavba qilgan bo'lsa, bu tavbani o'xshash kerakki, mustahkam Alloh subhanahu va taologa eslish kerak. Qallisdan hilqi munofiqlarchi fikrini chiqarib tashlash kerak. Ağal bu qilish mumkin, ana qashtiradi. Ma'al bu qilish mumkin. Bu fikrni asla va asla qallisdan supurib chiqarib, izzat faqat Allohning qishida. Men izzatni faqat Allohdan olaman. Men Allohga mansub deydigan bir ideyasini qallisga qanday qilish kerak, so'qish kerak. Mana bu munofiqlikdan tavba qilishning 3-shartiki va'tasamu billah. Ondan keyin 4-si munofiqlik qalb kasallarining qatoridan qarindoshlar. Qalbida bo'ladi munofiq. Chunki shunga munofiqning tashqi ko'rinishiga qarata, dunyodagi ahkomlarga qarata musulmonlarga muomala qilgandek muomala qilamiz. Munofiqlik qalb kasali. Unda munofiqqa tövbe ishkini echib berish, ya'ni tövbesining qabul bo'lishi uchun nechinchi shart? 4-shart. Birinchi shart tövbe qilish kerak. Butunlay qo'l uzish kerak. Ikkinchi shart buzg'onlarni o'ngshash kerak. Uchinchi shart qalbidagi hiliqi munofiq qilgan ideyani chiqarib etib Alloh qilam eslashi kerak. 4-shart o'z dinini Alloh uchun qana qilish kerak, xolis qilish kerak. Ya'ni tam nifoqning asli urug'ini qalbidan qanaq chiqarish kerak, so'kib chiqarish kerak. Munofiqlikning urug'ini qanaq qilmaslik kerak, qilib qolmasligi kerak. Bilimiz har qanday bir a'zoning birdan amaliy va birdan jinoyat bo'ladi. Birdan degani nima? Nuqum bizda bir demak emas. Har qanday a'zoning bir yaxshi va yomon ishlar. Masalan, ko'z haromlarga qaraydi, gunoh o'tkazgan bo'ladi, yaxshilarga qaraydi, to'g'ri ishlarni qilgan bo'ladi. Til yaxshilikni so'zlaydi, to'g'ri qilgan bo'ladi, yomonlikni so'zlaydi, xato qilgan bo'ladi. Shuningga o'xshash qalbningmi yaxshi ishi bo'ladi va xato ishi bo'ladi. Shu xato ishlarning qatoridan birisi munofiqlik qalbdagi. Ham munofiqlikning tüp yildizi mishadi. Uruqi mishadi. Alloh subhanahu va taolo munofiqlarga tavba berish uchun dal mushuni shart qildiki, sen qalbingdan nifoqni butunlay so'kib tashlashing kerak. Nifoqning uruqini butunlay chiqarib tashlashing kerak ki va axlasu dinahum lillah. Ular o'zlarining dinini kimga qana qilish kerak? Allohga xolis qilish kerak. Bilimiz bu oyatning bir necha misollarni oldik. Bedenning har bir a'zolarining xatoligi va to'g'rishi va xatoligidan ularning tavba qilishining sharti nima bo'lsa, xatolikdan yig'ilish, ko'zning xatolikdan tavba qilishining sharti haromlarga qaramaslik, tildan xatolikdan tavba qilishning sharti harom so'zlarni qilmaslik bo'lsa, qalbning xatolikdan tavba qilishning sharti nifoqlikdan yig'ilishki ixlos bo'lish kerak. Ixlos bo'lish kerak. Shu orqali ammo tövbe qilganlar o'zining haqiqiy tövbesining samimiy ekanligini isbotlay oladi, yuqori 4 shartni amallashtirgan vaqtda va mu'minlarning sifiga qetilish salohiyatini hozirlagan bo'ladi-ki, bularga beriladigan mukofot oyatning oxirisida ulaika ma'al mu'minin. Ular mu'minlar bilan shu vaqtda birga bo'ladi. Mu'minlar bilan birga bo'ladi deb bo'plam, keynidillan وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا. Allah mu'minlerge büyük ecr olur degen ayetin bizden alıdığınımız neymi o dese, mu'minler Allah'ın ecrige, mukafatıga layık bir taife. Mu'min sepi Allah'ın ecrige erişidiğen bir sep. Hem de meyli münafık, meyli müşrik, meyli kafirden kayısı olsun, tövbe kılıp bu sepki kıtılsa, Müşrikning ishiga kirsa, ulamo mu'minlarga o'xshash Alloh bergan shu ajrdan, shu mukofotdan tang nim bo'ladi, bahriman bo'ladi. Deyish bilan bugungi darsimizni xulosalaymiz qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz bu yerda oxirlashadi. Alloh subhanahu va taolo
bizlarni mu'minlarning qishidan qilishqa, mu'minlarning sepidan o'rin olishqa nasib qilsin va bu sapda hayotimizning oxiriga qadar mustahkam turishqa bizni nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.